Internet makonida faoliyat yuritayotgan narkodo'konlarning yurtimiz hududiga kirib kelishiga o'zimiznikilar, atrofimizdagi qora ko'zlar hissa qo'shayotganligi ham achinarli, ham qo'rqinchli holat. O'zingizni tanishtiring. Men G'ulom Feldor Ma'murjon o'g'li 1998-yil 23-oktyabr kuni Toshkent shahrida tug'ilganman. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251-1 5-qismi bilan 7 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etildim. Eldor G'ulomovning Shayxontohur tumani Zangota mahallasidagi uydan 26 kilogramm kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari olingan. U internetdagi narkodo'konda o'zi ham tanimaydigan razillar uchun ombor mudiri sifatida xizmat qilgan. Ko'rsatgan xizmatingiz uchun sizga qancha pul taklif qilishgan? Ko'rsatgan xizmatimga saqlab berganimni kilogrammiga $200 maosh taklif qilishgan. Har hafta kelgan o'sha 5-6 kilogramdan laboratoriya ishchilariga u narsani zakladka yo'li bilan yashirincha qo'yib, hech kim o'tmaydigan joylarga qo'yib berganman konteynerlarda. Mana shunaqa yo'lni tanlab, giyohvandlik vositalarini tarqatish bilan shug'ullanayotgan, yoshlarning kelajagini barbod qilayotgan odamlarga nima degan bo'lardingiz? Bu yo'l to'g'ri yo'l emas. Iloji boricha vaqtida qaytinglar. Ota-onanglarni, farzandinglarni o'ylaylar. Ertaga betda o'tirib ota-onanglardan xabar ololmay menga o'xshab Mamatga o'tirgan paytinglarda boshinglarni qaysi devorga urish bilmay qolasizlar. Onamning bitta gaplari bor. Bolam bilan seni katta qilganimda halol yedirib katta qilganman. Harom bilan boqmaganman. Harom luqma ikki dunyo senga yuqmaydi degan gaplari hali esimdaman. Norasida go'daklarning ko'z yoshi, mushtipar onalarning faryodi va xalqning nafrati kun kelib albatta o'z so'zini aytadi. Pul ortidan quvib o'zligini unutganlar esa ham qonun, ham vijdon oldida javob beradi.